Uyg'urlar orasida Duttar shoyi deb atalgan dunyoga dangliq muzikant Abdurim Hit Xitoy zindonlarida qiyin qistoq sababli hayotidan ayrildi. Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni yig'ilish lagerlari qamab dafsanda qilayotgan va ularni Xitoy o'lkalarida arzon emgak kuch qilib ishlatayotgan Xitoy doiralari yana bir Uyg'ur sarxilining bishiga chiqdi. Dedim ölüm badır dedi yolumda. 2018-yili tutqun qilingan va 5 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Abdurim Hitning atalmış tarbiyalash lagerlarida Xitoy saqchilarining qiyin qistoqlari sababli shahid bo'lganligi bildirildi. Abdurim Hit 2015-yili Turkiyaning G'azi universitetida bir konsert o'tkazgan edi. Marhumga Allohdan rahmat tilaymiz, makonning jannat bo'lishini tilaymiz. İstanbul'un Silivri nahiyesinde Adalet ve Teraqqiyot Partiyasi a'zolari İHH insonparvarlik yordam vakfi ve Uyg'urlar Çarşı maydoniga to'planib Xitoyga norozilik bildirdi. Juma namozidan keyin maydonga jam bo'lgan nurg'un kishi Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Shuning bilan birga Avstraliyaning Melbourne shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida ham namoyish o'tkazildi. Kishilik huquq faoliyatchilari O'zbekistonga chaqiriq qilib, Xitoy qaytarib berishni talab qilayotgan Sharqi Turkistonlik qozoq savdogarni qaytarib etmaslikni talab qildi. Qozoq xabar agentligining xabar qilishicha, Xitoy hali ham Toshkent aerodromida tutib turilayotgan 41 yoshlik savdogar Xalmubek Shahmanni qaytarib berishni talab qilayotgan bo'lsa-mu, Germaniya va Yevropa ittifoqi kishilik huquq tashkilotlarining oraga kirishi bilan qaytarib etish qarori vaqtliq to'xtatilgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Kaspiy dengizining qonuniy o'rni haqidagi kelishimning ma'qullanishiga doir qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Bu kelishimi Kaspiy dengiziga chegaralangan Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon, Eron va Turkmaniston tomonidan o'tgan yili avgustda imzolangan edi. Kelishimga asosan har qaysi taraflarga Kaspiy dengizida egilik huquq, xos huquqlar va adliya huquqi berildi. Yevropa İttifaqının Saudiya Arabistonning terrorlikni mablag' bilan ta'minlovchi va pul yuyishga qarshi kurashda mag'lub bo'lgan davlatlar qatoriga kirgizilganligi bildirildi. Pul muomala vaqt gazining xabar qilishicha, Yevropa İttifaqi komiteti pul yuyishga qarshi kurashda mag'lub bo'lgan 20 dan ortiq davlatni o'z ichiga olgan yangi tizimlikni tamomlash bosqichiga yetib kelgan. Dedim bilezikçi dedi kulumda. Dedim korkar mısın? O dedi yakyan. Dedim için korkmazsa, dedi Tanrım bu. Dedim yanıcı, dedi halkım bu. Dedim yanı yok